Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jamoat qanday? Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Mana Ramazonni ham 3 dan biri chiqib ketyapti. Astoydil ibodat qilib olaylik. Eng baxtsiz odam, eng munni ishqalangan odam Ramazon chiqib ketsa-yu gunohlari kechirilmagan holatda chiqib ketgan odam eng baxtsiz odam hisoblanadi ekan. Eng ziyon ko'rgan odam shu odam bo'ladi ekan. Qo'limizdan kelgancha mana tarovihlarga qatnashaylik. Oxirgiday turib Alloh taoloni ko'p zikr qilaylik. Qur'oni Karimda tilovat qilaylik. Odamlarga yaxshi gaplarni gapiraylik. Iftorlik qilib beraylik odamlarga. Odamlar uxlagan paytda namoz o'qiylik. Inshaalloh shunda dunyo oxiratda baxt saodatga erishamiz. Ramazon kelgan paytda sahih bo'lishlik to'g'risida Ibn Abbos radhiyallohu anhudan keladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam odamlarga yaxshilik qilishlarda eng sahih payg'ambarimiz bo'lgan ekan. Ramazon oyida juda ham sahih bo'lib ketgan payg'ambarimiz. Jabroil alayhissalom har yili Ramazonda payg'ambarimizga yo'liqardi. Hatto Ramazon chiqib ketgungacha kechalarda kelardi payg'ambarimizga. Payg'ambar alayhissalom Jabroil alayhissalomga Qur'onni o'qib berardi. Jabroil alayhissalom payg'ambarimizga yo'liqqan paytda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuborilgan shamoldan ham ko'ra yaxshilikka sahiyroq bo'lardi deyapti. Bu yerda nimaga yuborilgan shamol deyapti? Shu yerga bir to'xtalib o'tamiz. Yuborilgan shamol deyishlikdan maqsad yomg'irlik shamol. Mayin yomg'irmon bilan birga kelgan shamol juda ko'p hamma yerda foydalantirib ketadigan-da, foydali bo'ladigan. O'shunga o'xshab Ramazonda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunaqa yomg'irlik shamolga o'xshab qolardi. Boy u kambag'al, muhtoju muhtoj emas, yetimu hammasiga payg'ambar alayhissalom sahiylik qilardi-da, hammasiga tegib o'tar ekanda payg'ambarimizning sahiyligi. Ba'zi bir odamlar, ba'zi bir sharhlari bor. Misol uchun shamol har bir joyga, teshiklarga ham, kavalarga ham kirib ketganda payg'ambarimizning sahiyligi o'shunday bir hamma odamlarga tegib o'tgan ekan. Kambag'al, yetim, faqir, muhtoj shunday odamlar hammasiga payg'ambarimiz sahiyligi tegib o'tganda, o'shuning uchun bugungi kundan foydalanib qolaylik. Qancha qo'lida yo'q odamlar bor, saharligi yo'q, iftorligi yo'q, go'sht yemagan odamlar bor. Shu odamlarning holidan xabar olaylik. Payg'ambar alayhissalomning yo'li ekan bu. Menga bir odam aytib o'tdi. Bir haftadan beri uyimizda qozon qaynog'i yo'q, shu produktimiz yo'q deb aytganlar ham bo'ldi. O'zimiz qonimiz to'kisi boshqalarni esdan chiqarib qo'ymashimiz kerak ekan. O'sha oilasida haftalab, oylab go'sht yemagan odamlar bor, birodarlar. Shularga bir harakat qilib va inshaalloh o'shalarning holidan xabar oladigan bo'lsak, inshaalloh Alloh taoloning roziligiga bir sazovor bo'lib qolsak ajoyib emas.